Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala khayri khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rizq sabablari degan darsimizdan kecha sizlar bilan istig'for va tavba degan mavzuda ko'rib chiqqan bo'ldik. Bo'lingan xulosa shu bo'ldiki, Alloh taolo siz bilan bizni Alloh taoloning mana zikrida qoyim bo'lganligimizga faqat mukofotni oxiratda emas, dunyoda ham o'zida ham berishligini ko'rib chiqqan bo'ldik. Chunonchi mana Alloh taolo Nuh surasida Nuh alayhisalom tili bilan aytadi: "Astagfiru billah va qultu astaghfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidkum bi amwalin va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara." Qisqa takrorlaydigan bo'lsak, istig'for aytgan bandaga Alloh subhanahu va taolo Qur'onda 5 ta narsani va'da qildi. Va kecha sizlarga bir vazifa berganda ham bo'lgan edik. Agar shu esingizdan chiqmagan bo'lsa, tilimiz necha marta Allohning zikridan to'xtab qolayotganligini ko'rgan bo'lsa kerak. Bozorda, guzarda yoki do'konda kamroq tursak ham, Allohning zikrida, istig'forda ko'p bo'lsak, Alloh berishligini va'da qilganligini mana eshitgan bo'ldik. Alloh taolo istig'for etgan bandasiga 5 ta narsani va'da qildi. Nuh alayhisalom qavmini da'vat qilib aytdi: "Qavmim, sizlar Robbilariga istig'for aytinglar, zero Alloh gunohlarni kechiruvchi bo'lgan G'afur zot, ustinglarga yomg'irli bulutni beradi. Sizlarni moli dunyo bilan, bola-chaqa bilan quvvatlantiradi. Sizlarga bog'roqlarni beradi, daryolarni to'ldirib suv bilan oqizadi." Hadislarda keldi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilgan hadislarida kim o'ziga istig'forni lozim tutadigan bo'lsa, boshqa hadisda man aktaral istig'for deyildi. Istig'forni ko'paytiradigan bo'lsa, Alloh taolo uni har bitta g'amini hal qilib beradi. Mushkulini oson qiladi, torlikdan kenglikka chiqaradi va kutmagan joydan rizqini beradi. Xulosa qilib mana shu bitta oyatda, bitta hadisni xulosa qilib gapiradigan bo'lsak, modomiki rizqimizni keng bo'lishligini, rizq masalasida qalbimiz xotirjam bo'lib yashashini xohlaydigan bo'lsak, istig'fordan tilimiz to'xtamasligi kerak. Istig'for va tavba. Istig'for va tavbani aytdik. Istig'for bu o'tgan gunohlarimizdan Alloh taolodan kechirim so'rash bo'lsa, tavba bu kelajakda siz bilan bizdan sodir bo'ladigan gunohlarni oldini olib so'rashlik bo'ladi. Demak, istig'for birodarlar, modomiki rizqimizga barakat kelishini xohlar ekanmiz, xotirjam hayot xohlar ekanmiz, iloji yo'q istig'for aytmasligimiz. Va aytdik, hajga, zakotga pul ketar, vaqt ketar, roza tutgani, lekin birodarlar istig'for etgani oshcha vaqt ham kerak emas, pul ham kerak emas, hech qanaqa rasvot ham kerak emas. Faqat istig'forni yurakdan aytib ketsa bo'ldi. Mana bugungi sizlar bilan o'tadigan mavzuyimiz bu ana shu rizqqa taalluqli bo'lgan yana bitta mavzu, zaiflarga ihson degan mavzu. Bizda mana zaif degan so'zni ko'rib chiqamiz, keyin ihson degan so'zni ko'rib chiqamiz. Avval ihsonni ko'rib chiqsak to'g'ri bo'lsa kerak. Bizda ihson deganda albatta dasturxon solib, 4 oqsoqol chaqirib qo'yish tushunamiz. Emas, ozgina ihsonimiz bor deydi, bo'ldi. Ihsonning boshqacha formasini biz bilmaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Jibril alayhisalom kelib, ana shu mashhur hadisda aytiladi: "Axbirni anil ihson." Ihsonni nimaligini bildiring ya Rasululloh deb keladi. Ya'ni diqqat qilaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ihson degan so'zga qanday ta'rif bergan? An ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihson degani bizi tushunchadagi dasturxonlar emas, u bitta ko'rinishi u. Ihson degani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilishing dedi. Ya'ni biz Allohni ko'rganimizda qanaqa ibodat qilardik? Bir faraz qilib ko'raylik-da. Garchi Allohni ko'ra olmayotgan bo'lsangiz ham dedi, Alloh meni ko'rib turibdi degan shuur bilan ibodat qilsangiz, bu eng katta ihson dedi. Ya'ni har bitta ishda Allohdan qo'rqib turib qilishlik nima ekan? Ihson ekan. Bu cho'qqisi. Boyaga biz aytgan dasturxon o'sha bir 10 xil, 20 xil ko'rinishdan bittasi xolos. Lekin ihson deganda faqat nima deymiz? Ihson qilib turing desa, aka biz ham qo'limizda bo'lsa qilardik deydi. Ihson degan faqat pulga bog'liq emas, birodarlar. Ihsonni faqat boylar qilish kerak emas. Musulmon odam o'zini hunarini zo'r qilib qilsa ihson. Musulmon odam mana
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislarda aytadi, agar so'ysanglar jonivor deydi. Pishog'inglarda o'tkir qilinglar, rohatlantiringlar jonivorni deydi. Bu degani bizni tilda aytganda professionalizm degani birodarlar. Har bitta ish qilayotganda musulmon odam o'zining ishini professionali bo'lishi kerak, ustasi bo'lishi kerak, eplamachi bo'lishi kerak emas birodarlar. Ota-bobolarimiz o'sha dinini mahkam ushlab, professional bo'lganda Ibn Sinolar, Buxoriylar, Termiziylar chiqdi. Bitta ish ushlagan, zo'r qilgan shu narsani. Endi men shu ishim ekan, shu eplab-seplab qilib qo'yay degan gap ketmaydi. Mashina ustami zo'r bo'lish kerak. Ihson haqida gapiradigan bo'lsak. Oyog'ini tozalayapti, patinkasini cho'tkalab, zo'r tozalasin. Chunki mana shu nima ekan? Ihson ekan. Namozda turibdi birodarlar, qiyomul laylda zo'r tursin. Orqaga ketib qolmasin. Tushunarlimi? Ihson degani musulmon odam qaysi ish qilsa ham Alloh ko'rib turgandek, Alloh rozi bo'ladigandek qilib qilsa, ihson bo'lar ekan. Ihson har bitta musulmonda, har bitta qilayotgan ishiga shunday to'g'ri keladigan narsa. Mana ihsonni tushunarli bo'ldi. Ihson degani boshqacha ma'nosida bir yaxshilik qilishlik degani, muruvvat qilishlik degani. Endi zaiflarga ihson dedik bugungi darsimizning mavzusini. Zaif kim? Zaif bu mana lug'atda kelishicha quvvatda aksi. Quvvatda yo'q bo'lishligi. Mana qarichilikni mana Alloh taolo zaiflik deb Qur'onda bayon qiladi va asobahul kibaru va huwa lahu zurriyatun du'afa. Mana shu qarichilik, katta bo'lishlik, qarilik, zaiflik. Ya'ni inson qarigan injiq bo'lib qoladi, ancha-muncha narsaga bir ko'ngli nima qilmay qoladi. Yoshlar bu narsani nima qilishi kerak ekan? Ko'tarilishi kerak ekan. Va yoshlik bolalarning yosh go'dak bo'lishligi bu ham zaiflik deb ta'rif qilingan. Zaif deganda musofir odam zaif bo'ladi. Chunki o'zining yurtidan uzoqda, yori birodarlardan uzoqda bo'lgan paytda kishini zaif bo'lganligi shu bo'ladi. Alloh taolo mana Qur'onda Shuayb alayhisalomda aytadi: "Va inna lanaraka fina zaifa." Shuayb alayhisalom Madinaga kelganda bo'ladi. Sen zaifsan biz ichimizda deydi. Ya'ni seni orqaga turadigan qarindosh urug'laring yo'q deydi. Zaif yetim bolalar zaif deyilgan, ayol kishi zaif deyilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadi: "Akhrij malal daifayn al-mar'a wal yatim." Ana shu molingizdan ikkita zaifni haqqini chiqarib qo'ying, ayol kishini va yetimni deydi. Mana aytdik, zaif xullas boshqalarga quvvati yetmaydigan, boshqalar unga jabriston qilishi mumkin bo'lgan odam zaif deyilar ekan. Ayol kishi, yosh bola, kasal, qari, musofir, qarzdor va hokazo. Kasallik zaif bo'lishi mumkin, bu shollik, ko'rlik yoki bo'lmasa boshqa bir kasallar. Odamlarning ichida shundaylar bo'ladiki, zaif deganda albatta kasal bo'lish kerak ekan, kambag'al bo'lish kerak ekan, qari bo'lish kerak ekan emas. Bir kishi sog'lom bo'lishi mumkin, lekin tabiati yosh bolani singari bo'lishi mumkin. Ya'ni arzimagan narsaga xat bo'lib qoladigan. Mana shu odamni ko'ngliga qarab muomala qilib qo'yishlik ihson deyiladi. Bir odam borki, jismonan baquvvat, fildek gavdasi bor, lekin yuragi yo'q. Unga ana shu yuragiga qarab muomala qilishlik ihson ekan. Ulardan bir kishi puli ham bor, quvvati ham bor, lekin musofirligi tufayli, qarindosh urug'chilik aloqali yo'qligi tufayli zaif. Unga mana shu tomondan muruvvat qilinar ekan. Ihson deganda faqat bu akalar bu dasturxon solgan narsani tushunmaylik. Kasal bu zaif deb aytdik. Unga qanaqa bir yaxshilik bo'ladi? Uni kasal bo'lgan paytda uni ziyorat qilib, shu kasali bilan Allohdan savob umid qilishligi kerakligini eslatib turishlik, holidan xabar olishlik bilan bo'lar ekan. Qarang, kim qaysi masalada zaif bo'lsa, shu masalada unga yaxshilik qilib qo'yishlik ihson ekan. Tushunarlimi? Ya'ni bir odamni toqati ko'tarmaydigan narsaga buyurishlik ham unga ihson emas ekan. Toqatiga qarab muomala qilishlik ihson hisoblanar ekan. Bir kishi ayoli ovqatni yaxshi pishira olmasligi mumkin. Boshqa ishlari zo'r, uyini toza tutadi, itoatkor, lekin mana shu masalada nima qilish kerak ekan? Kechirib qo'yish kerak ekan. U atay qilmayapti u. Yoki aksincha, qo'li shirin, xizmati zo'r qiladi deb tili yomon.
Mana shu masalada zaif. Va atay qilmayapti, odam shunaqa qilib yaratganki, tabiati bor shundaqa. Mana shu tabiatini kechirib qo'yishlik unga qilingan yaxshilik hisoblanadi. Bir odam borki, yoningizda nima deymiz? Injiq. Hali u yoqmaydi, hali bu yoqmaydi. Agar beayb do'st qidiradigan bo'lsak, birodarlar, do'stsiz qolib ketamiz. Buni chapilavish yoqmaydi, buni yonboshlab o'tirish yoqmaydi, bunga qizirgan yoqmaydi. Xullas, agar qaraydigan bo'lsak, biz o'zimizda ham zaif tomonimiz ko'p. Ana shu zaif tomoniga birodaringizni avf qilasiz, kechirasiz, sabr qilasiz injiqligiga. O'sha do'stni yo'qotmaysiz. Sizga shu uchun nima bor ekan? Savob bor, akalar. Savob albatta bor. Uning orqasidan rizqqa baraka kelishiga ham bor. Xullas, birodarlar, zaif degan, zaiflarga ihson degani odamning kechirimli bo'lishligi, odamning bag'ri keng bo'lishligi. To'rga kirgan, beshga yurgan o'g'liz qiziz piyolani sindirib yubordi, to'rttasini yerga tushirib. Nima deymiz? Bizda tarqagan so'z. Seni o'zi nima deymiz? Bitta piyolaga oladimi o'zi deymiz. U atay qilgani yo'q, zaif u. Nima qilish kerak uni? Kechirib qo'yish kerak, birodarlar. Bu bizni zamonimizda mana bu kallalar tugab, stress bo'lib, nervni bo'lgan zamonimizda nohada bir kerak bo'lgan dori bu. O'shbat o'zingizni tiysiz, rizqingizga baraka kelar ekan. Ana tiying endi o'zingizni. Savob umid qilib tiymayotgan bo'lsangiz, endi rizqingizni umid qilib turibsiz, tiying endi o'zingizni. 4ta 5ta bo'lib yuguramiz. Toqatimiz ko'tarmaydigan ishga qo'yib qo'ygan bo'lsa, bir ikki marta o'tkazib yorsak, bu yoqdagilar nima qilamiz? O'shqiramiz. Undan talab qilmaylik u eplolmaydigan narsani. Chunki Alloh taolo aytayapti: "La yukallifullohu nafsan illa wusaha." Insonning toqati ko'tarmaydigan narsaga biz nima qilmaganmiz? Taklif qilmaganmiz deydi. Domlalar agar bo'lsa ichimizda, o'quvchilarimiz bor, birining zehni zo'r, birining zehni pastroq. Biriga 4 qo'yganingizda, ikkinchisiga 5 qo'yishingiz kerak, undan yomonroq javob berasiz. Chunki toqat o'shunga yarasha. Bu ko'taradi, bu har qancha yelkasiga yuklasiz bo'laveradi. Odamlarda toqatiga yarasha muomala qilishlik, ularda ayblarni kechirib qo'yishlik zaifga ihson degan bobga tushadi, rizqimizga baraka keladi, birodarlar. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi: "Ibuguni inda du'afaikum." Allohni zaiflaringlarni oldidan qidiringlar deyilgan. Ya'ni Allohning roziligini zaiflarni ko'nglini ko'tarishlik bilan, ularga ihson qilishlik bilan qidiringlar deydi. Mana aytdi, kishi hadislarda keldi, o'zi qilgan gunoh tufayli kelayotgan rizqidan mahrum bo'lib qoladi. Va ana shu zaiflarga ihson qilishligi bilan rizqini barakatli bo'lishini o'zi ta'minlaydi. Bag'rimiz keng bo'lish kerak ekan. Bu qiyin bo'lib qolgan hozirgi zamonda. Hamma nervi tugagan, hamma buni kechira olmaydi. Hamma shu so'kinib turadi, bizni baqir-chaqir qilib turadi. Shu bilan rizqimiz tirtayar ekan, birodarlar. Mana Qur'oni Karimda Alloh taolo Qalam surasida bir qissani bayon qiladi bizga. Yamanda katta bir bog'da egasi bo'lgan bir boy kishi bo'lgan. Bu bog'da egasi har yili mevasi pishgan paytda bog'ini 3dan 1 qismini mevasini kambag'al bechoralarga tarqatadigan bo'ladi. Ya'ni yetim bechora kambag'al miskin odamlarning haqqini chiqarib beradi bu bo'lmasidan u kishi vafot etib, nimalarda kelishicha bir juda katta bog' bo'ladi. Juda katta bog'. Farzandlariga qoladi bog'. 3dan 1ini kambag'al yetimlarga yediradi, Alloh taolo ziyoda qilib beradi yildan yilga. Birodar, mana zakot degan ibodatning vaqti kelyapti. Ba'zi bir birodarlar Ramazonga to'g'rilab beriladi, savobi ko'proq bo'ladi. Zakot degan so'zni lug'aviy ma'nosi keladi, unib o'sish degani. Ya'ni sen qirqdan birini bersang, qolganini men saqlayman, deyapti Alloh. Nima qilib beraman? 3dan 1ini berar ekan kambag'al bechoralarga bog'i zo'r ketyapti unda. Bu ota vafot qilganidan keyin bog'larni qo'lib o'tadi bog'. Aytishadiki, otamiz ahmoq odam edi bo'lgan, ahmoq odam edi deyshadi. Shunaqa katta bog'ni 3dan 1 mevasini befoyda joyga sarflab yuborardi. Biz unaqa qilmaymiz deyshdi. Bermaymiz deyshdi. Ya'ni ko'ringki, o'lchovlar buzilsa, Allohning buyrug'ini bajarishlik ahmoqlik deb o'lchanar ekan. Zakot beradiganlar, bu berayotganinglarda Allohga berayotganinglar yo'qsizlar. Sizlar o'zingizlar uchun beryapsizlar bu narsani.
Chunki ana shu berayotgan pulimizni ichidan ancha-muncha kirib qolgan harom xarish luqma aralashib qolgan bo'lsa, tozalanishiga sabab bo'ladi va unib o'sishligiga, baraka topishligiga sabab bo'ladi. Bu o'zimizni o'ylayapmiz, birodarlar. O'zimizga o'ylab beraylik. Alloh taolo bizga bergan zakotimizga, sadaqamizga yoki qurbonligimizga zor emas, muhtoj emas. O'zimiz uchun u. Mana bu bolalarda o'lchovi buzilgan, nima qilamiz berib? Otamiz ahmoq odam bo'lgan edi. Berishmaydi. Bog'lar o'tgandan keyin kechqurun bog'da mevasini terish kerak bo'lgan paytda maslahat qilishadi. Allah yadkhulanna hayyam alaykum miskin. Ya'ni fantalaqu va hum yataxafatun, bir-birini pichirab o'g'atishdi saharda. Ertaga uzamiz mevani, shunday bir e'lon qilmasdan uzaylikki, birorta kambag'al kirib bizdan bitta narsani olmasin. Biz o'zimiz yig'ib olib chiqib ketib qolaylik hamma foydasini deganga maslahat qilishi, ertalab bir-birini va hum yataxafatun pichirab o'g'atishdi. Chiqilib ketdi. Nima qilmasin bular? Eshitib qolmasin. Bog'ga borishdi. Mana shu g'ira-shira qorong'ida borishdida, inna ladallun. Bog' yo'q, topolmay qoldik bog'da dedi. Fatofa alayha toifun min robbika va hum naimun. Bular ana shu bog'da mevasini bermaslikni maslahat qilishdi, qasd qilishdi, niyat qilishdi, uxlashdi. Mana shu kechani o'zida ana shu bog'da yonida katta bir tog' bo'ladi, g'or bo'ladi tog'da. Shu g'ordan bir o't chiqib, bir bog'da aylanib turib kirib ketadi. Fatofa alayha toifun min robbika va hum naimun. Birodarlar, bu Allohning bog'i emasmidi bu? Allohning mevasi emasmidi u? Bizga ijaraga berilgan emasmidi u? Fasbahat kassarim. Daraxt kuyib, to'nkalari ko'mir bo'lib tutab qoldi. Bular sahar o'sha narsadan xabarga uyg'onishdi, bog'ga qarab borishdi, bir-birini pichir-pichir qilib o'g'itib borganda, qarasa bog'ni topisha olmadi. Biz yo'qotib qo'yibmiz u yo'lda. Biz adashib qolibmiz dedi. Ozgina tushgandan keyin kun yorishdi, bog'i kuyib, kulganini qolganini ko'rishdi. Qalu ya vaylana inna kunna tog'in. Biz zulm qilib qo'yibmiz, haddimizdan oshib ketibmiz. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ichida bitta insonlik aytgan ekan. Qo'ylari, otamiz qilgan ishni qilaveraylik deganda, uni ham og'zini yopishdi. Bilasanmi? Agar 3dan 1ni bermasak, necha prosentdan senga ham tegadi. Ko'proq foydani gapirishganda, u ham xo'p deb qoldi. Uniki ham kuyib ketdi akalar. Ana shu 3dan 1ni mevasini berishligi, bog'ini o'sishligi, baraka topishligining bir kafolati emasmidi? Asa robbuna yubilana khayran minha inna ila robbina rag'ibun. Kazalikal azab deyapti Alloh taolo. Azob mana shunday bo'ladi deyapti. Wala azabul oxirati akbar law kanu ya'lamun. Endi dunyodagi azob shunaqa, molini tortib qo'ydi deyapti. Endi oxiratdagi azob bundan ko'ra og'irroq bo'ladi agar bilishadigan bo'lsa. Xulosa zaif deganda quvvatda aksi. Yosh bola, ayol kishi, qariya, kambag'al, nochor odam. Qo'yingki sizni oldingizda quvvatsiz qaysidir bir tomondan. Shunga shu quvvatsizligini sabr qilib ko'tarib qo'yishligingiz unga qilgan ihsoningiz bo'ladi. Unga qilgan ihsoningiz sizni rizqingizga baraka kelishligiga sabab bo'ladi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadisda keladi: "Ibghuni fi du'afaikum fa innama tuzaquna va tunsaruna illa bi du'afaikum." Ya'ni Allohning roziligini kambag'allarning oldida istanglar, kambag'allarni rozi qilinglar, ularni ko'nglini ko'taringlar. Albatta sizlarga rizq ham, g'alaba ham zaiflaringlar tufayli beriladi. Shular duo qilar ekan, sizlarga mana shu kutgan narsalar keladi deyiladi. Demak, birodarlar, tavakkul, taqvo, silay rahim, istig'for, zaiflarga ihson degan mavzularga gaplashib chiqqan bo'ldik. Inshaalloh ertaga Alloh yo'lida infoq ihson qilishlik degan mavzuga gaplashgan bo'lamiz. Mana shu aytilgan 5 mavzu rizqimizga baraka